O'zbekistondan kelgan oshpaz Saydaliyev Abror har kuni ertalab Urumchida quyosh nurlari birinchi nurlari bulutlarni yorib chiqqanda men shahar bilan xil gaplashaman. Men har kuni ertalab turib yuguraman. Bu menga yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi. Qon yurishadi. Kun bo'yi ish faoliyatim zo'r bo'ladi. Sherzod, obedga qozon kabob tayyorlaymiz mehmonlarga. Xo'p bo'ladi, tayyorgarlikni boshlaymiz unda. Har bir tarkibiy qismi, har bir ziravor mening his-tuyg'ularimni ifodalash uchun mening tilim. Meni eng sevimli tayyorlaydigan taomim bu qozon kabob. Qo'yni eng yaxshi joyini solib tayyorlayman. O'zbek speslaridan solib, o'zgacha ta'm va o'zgacha mazza beradi. Mana bu bizning milliy taom qozon kabob. Yeb ko'rib, mazasini ko'rasizlar. Yoqimli ishtahasiz. 这个菜好好吃啊！ Har safar mijozning tabassumini ko'rganimda men juda xursand bo'laman. Sinjondagi do'stlarim juda mehmon do'st. Ular meni o'z uyimdagidek his qilishimga yordam beradi. 欢迎你来到中国。 Rahmat. Biz birgalikda ishlaymiz va bayramlarni birgalikda nishonlaymiz. Xuddi oila kabi. Har kuni Shinjonda men madaniyatlar uyg'unlashuvini va to'qnashuvini his qilaman. Mening kundalik ertalabki yugurishimdan kechki oziq-ovqat kashfiyotlarimga qadar. Urumchini kaboblari zo'r, ta'mi o'zgacha, yumshoq, zo'r. Ularning barchasi bu joyni yanada ko'proq sevishimga olib keladi. 这个就是我们中国过年要吃的饺子，然后我们等下包饺子过大年，把中间挤对。 Men shunchaki oshpaz emasman. Men oilaning bir qismiman. Zo'r! Men sizlarni Sinjon shahrida kutaman. Biz bilan yangi taomlar kashf qiling. Nasib eting!